boshlagan ishimizni 4 metrlik ko'xinimizni joyiga ustanovka qilib bo'ldik. Mana после ustanovka javzo qilyapmiz. Mana ko'rib turganlaridek chap tomonimizga xalazellik ustanovka qilish uchun joy qoldirdik. Xalazelligimiz tepasiga joy shkaf berdik. Katta kastrolga o'shanga o'xshagan narsalarni bemalol joylasa bo'ladi. Hop. Xalazelligimiz yoniga bitta shkaf tushirganmiz. Bir xil razmerda bilan turganlaridek mana 2 etajdan iborat. Bemalol ancha-muncha ishtoqlarda yopadi. Tepasiga bitta g'aladon qo'yib berdik. Bu yerga uncha yengil narsalar bo'lsa bo'ladi. Pasti ishlarimiz bo'lganlaridek chiroyli ko'rinishda. Hop. Mana bu yerga gazimiz o'rnatamiz. Panelli gaz hisoblanadi. Hop, tepada viteskamiz, keyin ustanovkamiz bo'lsa, gazimiz tagida g'aladon. Hop, bu yerga duxovka o'rnatamiz. Mini duxovka. O'shanga joy qoldirdik, pastiga opet g'aladon qildik. Bu tomonimiz o'zi moyka hisoblanadi. Mana bizga inshaalloh moykasini o'rnatib beramiz. Moykani tagi shkaf o'ziga yarashgan. Hop. Mana moykani yoniga g'aladon o'rnatdik, bitta qoshiq bu narsa mayda tuzalar qo'yishligi uchun. Mana tomondan udobniy. Hop, moykamiz tepasida shkafimizga mana ko'rib turganlaridek sochakkalarni o'rnatib berganmiz. Bemalol ishloqlar bu. Yerlar stakanlar to'ntarib tepaga tankalar qo'ysa bo'ladi. Hop, bu tomonga mana ko'rib turganlaridek pastimiz bilan bir xil ko'rinishda bir qavatlarda bo'lgan shkafimiz. Hop, eng chekamizga mana ko'rib turganlaridek ajoyib chiroyli qilib gradus joyimizga chiroyli ustanovka qildik. Ko'rib turganlaridek. Hop, mana bu yerimizga biz kir mashinaga joy qoldirib ketdik. Xudo xolasa kir mashinalarni ham ustanovka qilamiz. Olishsa, kir mashinaning yoniga kichkinagina tumba tushirdik. Bu yerga soda, sovun, parashok o'shanga o'xshagan mahsulotlarni bo'lsa bemalol bo'laveradi. Kimga shunaqangi o'qimliklar chiroyli dizaynlarda mana bunday ko'rinishda kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni opisaniyada yozib qoldiramiz. Inshaalloh podpiska qilishda to'xtamanglar do'stlar. Hammaga omad.